o'tayotgan yangi 2026-yil bilan chin yurakdan muborakbod etaman. O'tib borayotgan yil Mana biz yangi yil kutyapmiz onajon. 2025dan 26ga o'tyapti. Azizani Muchali. Bechalar sog' bo'lsin. Farzandlarimiz sog' bo'lsin. Biz o'z oldimizga qo'ygan Mana onam bilan ikkovimiz kutyaptik. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi ilk bor 145 milliard dollardan oshdi va mamlakatimiz o'rta daromadli davlatlar qatoridagi o'rnini mustahkamladi. Iqtisodiy o'sish samarasi odamlarimiz hayotida, oilalar daromadida, mahallalar qiyofasida, yoshlarimizning kelajakka bo'lgan ishonchida yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'tayotgan yilda har bir oila, har bir xonadonda xursandchiliklar, baxtli damlar ko'p bo'ldi. Yangi uyga ko'chib kirgan, o'z biznesini yo'lga qo'ygan yoki kengaytirgan, daromadi oshgan, ilm-fan, sport, madaniyat va boshqa sohalarda o'zi yoki farzandlarining yutuqlaridan quvongan millionlab oilalarning shodligi 2026-yilda 25 omadli keldi. yo'lida bizga Mana farzandimiz o'qishga kirdi. Institutga, budjetga. Bachalarimiz o'qiyapti. Nasib bo'lsa baxtli, farovon va yuksak natijalarga erishsin bachalarimiz. Yoshlarimizning sifatli ta'lim olishlari, kelajak kasblarini egallashlari va sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun yangi imkoniyatlarni ishga solamiz. Biz Hamma o'g'aylarimizni tabriklaymiz. mahallani Yangi rivojlantirish yillar bilan. va jamiyatni yuksaltirish yili deb Babashir akamni, Shest akamni, Best akamni, Qunduz opam, Ra'no opam, Shahloni, xolamni tabriklaymiz. Barcha iqtisodiyot tarmoqlarini texnologik, Yangilarim. innovatsion o'sish Nargiz yangammi, Gulshan yangammi, xalqimizning daromadi va Gullala yangammi hammasini tabriklaymiz. Akamlar bilan baxtli bo'linglar. Yordamga muhtoj qatlamlari, muhtaram keksalarimiz, 2026 xotin-qizlar va navqiron hammamizga yoshlarimizni baxt va omad olib kelsin. kengaytiramiz. Muhammadjonga ham omad Ekologiyani olib yaxshilash, kelsin. yashil energiya Alisherga ham omad olib kelsin. Sultonmurodga ham. oqilona foydalanish bo'yicha ta'sirchan choralarni Muhammadjonga davom ettiramiz. kelin olib Bir keladi. so'z bilan aytganda, Nasib bo'lsa yangi iloyim. 2026-yilda ham barcha islohotlarimiz, sa'y-harakatlarimiz, odamlarimiz 2025da bo'lgan biznes uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga noqulay voqealar tajribali mahalla qayta raislari va faollari, hech kimni hayotida qaytarilmasin. tadbirkorlarimiz, serg'ayrat Ot yili. yoshlarimiz, keng jamoatchiligimiz, har bir Yaxshi yil. vatandoshimiz ushbu oliyjanob Ot yil barakali. Azizani, xolamni, ishonaman. Muchali. Aziz vatandoshlarim, yangi yil arafasida har bir oila yaxshi niyatlar qiladi. Har bir inson qalbida yorqin orzu umidlar jo'sh uradi. Har birimizning pok niyatlarimiz, ezgu maqsadlarimiz 2026-yilda albatta amalga oshsin. Yangi yil har bir oilaga sihat salomat. Bu yilgi yangi yil unutilmas bo'ldi. Mana onam bilan ikkalamiz kutyapmiz. Baraka olib kelsin oilamizga, hammamizga. Yaratgan Parvardigor vatanimizni asrasin. Xalqimiz hayotini yanada yaxshilash yo'lidagi ishlarimizda madadkor bo'lsin. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin, azizlarim. Asti to'kvarma. Iya, to'kilmaydi. Bema solaman. Menga solma bo'ladi. Solma menga ishmayman. Bo'ladi. Bo'ldi, bacham bo'ldi. Yangi yilda shirinlik bilan kutib olaylik yangi yilni. Shirin. Buni baq olib qo'yamiz. Ertaga ish. Onajon yuzlarga kiring, tabriklayman. Xolam bilan sizni yuz yoshlaringizni ko'raylik. Sog' bo'linglar, oilang bilan tinch bo'l. Bachalaring
sahifasini kamolini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Shularning yutuqlarini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Muvaffaqiyatlarini, kamolini ko'rishlik nasib qilsin. Tabriklayman uni. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat, Qani oling. Tabriklayman. Rahmat o'g'lim. Yangi yillar muborak bo'lsin. Serquyosh. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlikda gap ko'p. Demokratik islohotlar, so'z erkinligi davom etsin. O'zbekiston dunyoda obyekt emas, subyekt bo'lsin. Prezidentimizni olib boradigan demokratik yo'nalishdagi ishlariga, rivojlanishiga, iqtisodiy rivojlanishimizga Xudoyim o'z madadkor bo'lsin. Xudoyim madadkor bo'lsin. Yo'lboshchimiz omon bo'lsin. Turkiyalar birlashsin. Markaziy Osiyo birdamligi davomiy bo'lsin. O'zbek millati imperiya tuzgan millat. Hech qaysi xalqlardan kam joyi yo'q. Tabriklayman uni yangi yil bilan. Mahallada yozdim. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish. Jamiyatimiz yuksalsin. Jamiyat yuksalsin.